Do'stlar, hammaga salom. Biz Buxoro viloyatining Romitan tumanidamiz. Sezib turgan bo'lsangiz, Buildmax kompaniyasidamiz. To'ppa-to'g'ri 1 yildan oshdi, 1,5 yilga yaqin bordi. YouTube tarmoqlarida sizlarga ma'lumot bermay qo'ydik, chunki faqat Instagram sahifamizga reelsda qo'yib bordik. Instagram sahifamizga ham kirib, mahsulotlarni yoki bo'lmasa qayerda nima ish qilayotganlarimizni tomosha qilib borishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, endi YouTube tarmoqida videolar joylanishi boshladi. Haftada bir marta bo'lsa ham sizning e'tiboringiz markaziga musofirda yurgan akalarimiz uchun mahsulotlarning sifati, narx-navosi, nima ishlar qilinayotganlarini sizning e'tiboringiz markaziga taqdim etamiz haftada bir marta bo'lsa ham. Endi keling, endi Buildmax kompaniyasini 5 ta bo'limidan birinchi bo'limi yog'och bo'limidan taxta mahsulotlari haqida sizga ma'lumot beramiz, chunki musofirda yurgan akalarimiz juda ham ko'p, chunki menga WhatsAppdan, Telegramdan, Instagramdan qo'ng'iroqlar qilishadi. Shifra urish uchun yog'och mahsulotlar tanlash, tunuka mahsulotlar tanlash, qanaqa jarayonlar bo'lishini ham hamma qiziqadi, narx-navolarga qiziqadi. Kelinglar, biz hozir birinchi o'rinda sizlarga taxtalar haqida, rekalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Videoga bitta like bosishni unutmang, chunki sizning like'ingiz kimdir qurilish qilayotgan do'stingizga yetib borishiga qadar anchagina ko'mak bo'ladi. Shuning uchun biz boshladik. Buildmax kompaniyasi taxta bo'limidan start beramiz. Marhamat. Do'stlar, mana qarshimda To'lib aka, taxta bo'limi, sotuv bo'limi menejeri. Hozir sizlarga 2026-yilning 23-may sanasi bugungi holat bilan narx-navolarni, strapillar, pol taxta, reka mahsulotlarini, jamiki yog'och bo'limiga nimalar kiradi shular haqida sizga ma'lumot berib o'tadilar. Marhamat To'lib aka, obunachilarimizga. Assalomu alaykum barchaga. Hozir bozorimizga kiraverishdan azbek shifrlardan boshlab narx-navolardan aytib. Demak, hozir men sizni operator bilan yo'l soldiraman. Bemalol musofirdagi akalarimizga narx-navolarni tanishtirib chiqishingiz mumkin. Azbek shifrlarimiz bor. Quvasoy chek Toshkent shifrimiz, Vodiydan chiqadigan shifrlarimiz bor. Narxlari ikkalasining ham narxi 50 ming so'mdan. Bizaga tavrika rekalarimiz bor. 24 ga 124 ga 48, narxlari 6300 so'm. 4,5 ga 4,5 rekamiz bor, 9,5 ming so'm narxi. 3,5 ga 3,5 rekamiz 6 ming so'm. 3 ga 4 rekamiz ham 6 ming so'm. 24 likgacha taxtamiz bor, 37 ga 24, narxi 230 ming so'm. 21 ga 37 belyar taxtamiz, narxlari 210 ming so'm. Bizada o'zi yangilik, biza har qaysi o'lchamdagi taxtalarimizni narxlari bilan, o'lchamlari bilan yozib qo'ygan. Biza misol hozirgi vaqtga qaysidir mahsulotni arzon sotib, qaysidir mahsulotni qimmatroq sotish ehtimollari katta edi. Luboy bozorda o'zi shunday, lekin biza hammasini narxlari bilan yopishtirib qo'yganmiz. Bu taxtamiz 21 ga 11 taxtamiz 65 ming so'm narxi. 21 ga 14larimiz bor, 21 ga 17 taxtamiz bor. Pol uchun sifatlari a'lo darajada, narxlari 100 ming so'm, yana kelishadigan joyi bor. 25 ga 15 taxtamiz. Ko'rishlaringiz mumkin sifatini. Vahshi zo'r. 15lik, chista 15lik so'ragan akalar uchun narxlari 90 ming so'm. Lagalik mahsulotlarimiz 31 ga 9, narxlari 75 ming so'm. 42 ga 10 taxtamiz bor, narxlari 110 ming so'm. Laga uchun 4 ga 9 strapilamiz ham bor. 4 ga 9larimiz narxi 90 ming so'm. 31 ga 9 4 metrlik taxtamiz 52 ming so'm, 50 ming so'mdan qilib beriladi. 37 ga 138 90 ming so'm, naves uchun ishlatsa ham bo'ladi. 3 ga 10,5 taxtamiz, 13,5 taxtamiz, narxlari 75 ming so'm. Ana bunaqa rekalarimiz bor. 7 ga 2 qalinlikdagi reka uchun ishlatiladi. Narxlari 30 ming so'm. 14 ga 21 taxtamiz 15 ming so'm. Yana obunachimiz kelsalar kelishtirib beramiz. 38 ga 10 taxtamiz, narxlari 72 ming so'm, 70 mingdan qilib beriladi. 4 ga 15 taxtamiz 105 ming so'm. 3 ga 10,5 taxtamiz 65 ming so'm. Mavlat uchun ishlatiladigan taxtalarimiz 30 ming so'mdan.
Bizaga demir profil mahsulotlarimiz ham bor. 0,3 qalinligidan to 4 qalinlikgacha demir zavod narxida beriladi. Optim narxga beramiz. Xo'stavarchi akalarimizni hamkorlikka taklif qilib qolamiz. Dastavkalari mutlaqo bepul. Pol uchun laminatlarimiz bor. Har xil ranglari mavjud. Narxlari 350 ming so'm qilib beramiz. Rangini farqi yo'q. Qaysini olishingizdan maqsad. Arzon narxda chiqadi bu. Pol taxtadan ko'ra ancha arzon chiqadi. OSP'larimiz bor. 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 qalinlikdagi 0,9, 1,2 OSP'larimizni pergorodkalarga ishlatsa zo'r chiqadi. Faneralarimiz bor. 0,3 faneramiz, 0,4, 0,5, 0,8, 1, 1,2 razmerlari bor. Narxlarini hamyon bo'lib narxda qilib beramiz. Turli o'lchamdagi reykalarimiz mavjud. 2 ga 4 razmerdan 5 ga 5 razmerlarimizgacha bor. 2 ga 4 reykalarimiz upakovka qilib qo'yilgan. Sifatini ko'rishlaringiz mumkin. Narxlari 4000 so'm dastavka qilib beriladi. Xo'stavar magazinlariga ham dastavka qilib beramiz. Xo'stavarchi akalar ham kelaveradilar. Narxlari ana 5 ga 2,5 reykamiz bor. Xalq 5 ga 3 deydi. 6000 so'm. 5 ga 22 reykamiz 5,5 so'm. Xo'sh, 22 ga 4 reykamiz 6 metrligi ham 4 metrliklari ham bor. 4,5 so'm narxi. Ana bera 3,5 ga 5,5 reykamiz bor. Narxlari buni 7,5 so'm. 38 ga 4,5 reykamiz bor, 8000 so'm. Narxlari ham yozib qo'yilgan o'zida. Sifati zo'r. Perim DSP'miz bor. Perim 6 kvadratlik DSP'miz. Narxlari 390 ming so'm. Stashka setkamiz bor, 20 ga 20, 15 ga 15. Qalinliklari 3, 3,5, 4 talchinalari bor. Narxlari 33 ming, 45 ming. Yana kelishtirib beramiz. Bizada Knaf gipsokarton patolochni, stenovoy gipsokartonlarimiz bor. Knaf Germaniya texnologiyasi. Narxlari 50 ming so'm, stenovoyi 58 ming so'm. Ko'rishlaringiz mumkin. Shpintovi taxtalarimiz bor. 2-2lik qalinlikdagi o'zi upakovka qilinibdi. O'zimizning brend Buildmax yozuv tushirilgan upakovkada. Narxlari buni 120 ming so'm kelishtirib beriladi. Eni 13-6, qalinligi 2-2, 4 metrlik shpintovi taxtamiz. Bu taxtani ana ko'rishlaringiz mumkin. Nolovkalari ko'pda bu taxtani. Ko'zi kam. Patolog uchun dekor mahsulotlarimiz ham bor. 3 metrlik, 4 metrlik, 5, 6 har xil rangdagilaridan bor. Narxlari 30 ming sotilyapti. 28 ming so'm qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Do'stlar, mana videoni ko'rgan bo'lsangiz, mahsulotlarning narxi sizga ma'qul kelgan bo'lsa, sifati ma'qul kelgan bo'lsa, to'g'risini aytaman, bitta like bosing, chunki albatta like bizga ancha yordam beradi. Musofirda yurgan akalarimiz uchun biz yana skidkalar qilib beramiz. Usta xizmati bor, yetkazib berish xizmatlari bor. Ijtimoiy tarmoqlardan mana shu sahifaga obuna bo'lib qo'ying. Pastda turgan raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz sizni chiroyli sifatli mahsulotlar bilan ta'minlaymiz. Buildmax siz uchun xizmat qilishda davom etadi. Barchaga omad tilab qolamiz.